Har bir amalning zohiri chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin uning asl bahosi botini bilan o'lchanadi. Xolislik yo'lida o'zlarining hayotlarini jon fido qilganlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Haftaning shanba kuni soat 15:00 da hamda takroran 22:00 da Xolislik siri dasturi orqali ana shu solih insonlar hayotidan namunalar tinglashingiz mumkin. Payg'ambarlar, sahoba-i ikromlar, tobiin va salaflar bosib o'tgan eng to'g'ri yo'l Xolislik siri dasturida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navro'z radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni biz sizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhissalomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Biz Alloh tomonidan olamlarga rahmat bo'lib kelgan so'nggi payg'ambarni yaxshi ko'ramiz. U zot sallallohu alayhi va sallamga Allohning durud va salomlarini so'raymiz. Payg'ambarimizning siratlari, u zotga ergashgan sahobalarning Muhammad alayhissalomni benihoya yaxshi ko'rganliklari haqida hikoya qilamiz. Alloh bu ishimizni xolis o'zi uchun qilmog'iga madadkor bo'lsin. Payg'ambarimiz siratiga chizgilar. Ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisalomning siratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan tanishtirish niyatidamiz. 13 ta dastur orqali efirga uzatilayotgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblardan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobdan foydalanilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hazillari. Payg'ambar alayhisalom ummati, qo'shini, sarkardalari, oila a'zolari gohida vahiy, gohida ibodat qayg'ulari bilan mag'zun bo'lar edilar. Chunki bu ishlarning barchasi har qanday kishini ham hayot matlablari va ularga ruhni ato etish borasida to'la javob berishiga to'sqinlik qiladi. Biroq payg'ambar alayhisalom haqdorlarning har biriga o'z haqqini berar, birisining hisobiga boshqasiga zarar bermas edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishlari ko'p, og'ir bo'lishiga qaramay qalbida bolalar uchun ham bir yer ajratgan edilar. Rasululloh alayhissalom kattalar bilan hazillashganlaridek, ba'zida bolalarni erkalatib, ular bilan hazillashar, ularning qalbiga yaqin bo'lib, unga sevinch kiritar edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: "Odamlar, yo Rasululloh, siz bizga hazil qilyapsizmi?" deganlarida payg'ambar alayhisalom ha, biroq men faqat haqiqatni so'zlayman dedilar. Imom Ahmad rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hazillaridan biri Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisdir. Rasululloh alayhissalom menga "Hoy, ikki quloqli" deb xitob qildilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Anas radhiyallohu anhu aytadi: Ummu Salama o'g'lining ismi Abu Umayr edi. Payg'ambar alayhisalom unga kelgan paytida hazillashar edilar. Kunlaridan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyiga bordilar va uning mag'zun ekanini ko'rdilar-da, "Yo Abu Umayr, senga nima bo'ldi? Xafaga o'xshaysan." Abu Umayr "Nima qildin, Nug'ayr, qushcha" deb erkalagan namo xitob qila boshladilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kattalar bilan ham hazillashar edilar. Bu hazillardan birini Anas radhiyallohu anhu quyidagicha rivoyat qiladi. Zohir ibn Harom ismli sahroyi bor edi. Uni xunuk bo'lsa-da payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rar edilar. Zohir matolarni sotar ekan, orqasidan payg'ambar alayhisalom keldilar-da, uni mahkam quchoqlab oldilar. Zohir quchoqlagan odamning kim ekanini bilmas edi. Shuning uchun ham "Qo'yib yubor, kimsan?" dedi. Quchoqlagan odamning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanligini bilgandan so'ng orqasining payg'ambar alayhisalomning ko'kraklariga tegib og'riganiga ham e'tibor bermadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bu qulni kim sotib oladi?" dedilar. Zohir "Yo Rasululloh, Alloh nomiga ont ichib aytamanki, men bu bozorda kasotman" deganida, payg'ambar alayhisalom "Yo'q, sen Allohning huzurida bebahosan" dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Bu muomala
payg'ambar alayhisalomning oliyjanobligi va oliy himmatligining nishonasidir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z oila a'zolari va atrofdagilarga keng imkoniyatlar yaratishga qaramay, kulishlari tabassumdan nariga o'tmas edi. Hazrat Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalom kulganlarida tanglaylari ko'rinadigan darajada og'izlarini ochmas, balki tabassum qilar edilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq yuzli va go'zal muomalali bo'lishlariga qaramay, Alloh harom qilgan amallar sodir bo'lgan payt yuzlari g'azabdan qizarar edi. Oysha radhiyallohu anha dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytdilar. Men tokchamni rasmlar chizilgan bir parda latta bilan to'sib qo'ygan edim. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rganlari on yirtib tashladilar va yuzlari qizarib, "Hoy Oysha, qiyomat kunida odamlarning eng ashaddiy azobga giriftor bo'ladiganlari Allohning mahluqotlariga o'xshagan narsalarni yaratmoqchi bo'lgan kimsalardir" dedilar. Ushbu hadis ham Imom Buxoriy va Imom Muslimlardan rivoyat qilingan. Bu hadis jonzotlari tasvirlangan suratlarining uylarda saqlanishini harom qilmoqda. Xususan devorlarga suratlar osish, uylarga, tokchalarga yoki xonlar ustiga haykallarni qo'yish qattiq haromdir. Bundan tashqari, ular gunoh bo'lishi bilan birga rahmat farishtalarining uyga kirishiga to'sqinlik qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyqusi. Ubay radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ushbu hadisni rivoyat qildi. Sizlardan biringiz o'rniga yotsa, kiyimining bir tarafi bilan joyini supurgan namo qoqsin, so'ngra Allohning ismini tilga olsin, chunki u o'zidan avval joyiga kirib olgan narsalarni bilmaydi. Agar yotmoqchi bo'lsa, o'ng tarafiga yon boshlasin va Allohim, men seni mushriklar sifatlayotgan sifatlardan poklayman. Robbim, sening yordaming bilan yon boshladim va sening yordaming bilan boshimni ko'taraman. Agar mening ruhimni olsang, uni kechir. Agar ruhimni qo'yib yuborsang, uni solih bandalaringni himoya qilgandek o'z panohingda saqla, deb aytsin. Imom Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning barcha musulmon erkak va ayolga qilgan tavsiyasi quyidagicha edi. Joyingga yotmoqchi bo'lsang, namozga qilganingdek tahorat qil va o'ng tarafingga yon boshla. Buxoriy va Muslim rivoyati. Mo'minlar onasi Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalom har kecha o'rinlarida yotar ekanlar, ikki kaftlarini birlashtirib, Qul huvallohu ahad, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nasi suralarini o'qib dam solar, keyin kaftlarini boshlaridan boshlab badanlarining old tarafiga 3 marta surar edilar. Imom Buxoriy rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom o'rinlariga o'tar ekanlar, bizni yedirgan, ichirgan, bizga kifoya qilib joy bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Qancha insonlar borki, ularning kifoya qiluvchilari va joy beruvchilari yo'qdir der edilar. Imom Muslim rivoyat. Abu Qatoda radhiyallohu anhu da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalari uxlaganlarida o'ng tarafiga yonboshlar, tongdan avval uxlaganlarida esa tirsaklarini qo'yib, kaftlariga boshlarini qo'yar edilar. Imom Muslim rivoyat. Sevimli do'stim, Alloh taoloning bizga in'om etgan ne'matlari ichida payg'ambarlarning sayyidi va oxirgisi, yaralmishlarning eng afzali bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yotgan to'shaklari haqida o'ylab ko'ring. Oysha radhiyallohu anha dedi: Payg'ambar alayhisalom yotgan to'shak xurmo yaproqlari to'ldirilgan teri edi. Imom Muslim rivoyati. Sahobalarning bir guruhi payg'ambar alayhisalomning huzuriga kirdi. Umar radhiyallohu anhu ham kirib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yotgan bo'ylaridan turdilar. Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimizning biqinlaridagi bo'yra izlariga ko'zi tushib yig'ladi. Payg'ambar alayhisalom: "Hoy Umar, nega yig'layapsiz?" deb savol berganlarida Hazrati Umar: "Alloh nomiga ont ichib aytamanki, Kisro va Qaysarlar dunyo ichida suzib yuribdilar. Siz bo'lsangiz bu holatdasiz" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ular uchun dunyo, biz uchun oxirat bo'lishiga rozi emasmisiz?" dedilar. Umar radhiyallohu anhu "Ha, roziman" deganida Payg'ambar alayhisalom darhaqiqat shunday dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Qiyomul layl, tungi ibodat. Tun Madinaga bostirib kelib, uni o'z zulmati bilan qamrab olardi. Biroq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam namoz va Allohning zikri bilan kechani yoritib, tahajjud namozlarini o'qir
yer va osmonlar Robbisiga munojatlar qilib, ishlarining kaliti qo'lida bo'lgan zot yaratuvchisining amriga itoat etib duo qilar edilar. Ey kiyimlariga o'ralib olgan zot, kechasi bedor bo'lib namozda turing, faqat ozgina u kechaning yarmida uxlab orom oling yoki uyquni kechaning yarmidan ham biroz kamaytiring yoxud unga biroz ziyoda qiling. Ya'ni kechaning yarmidan ko'prog'ida uxlab istirohat qiling va Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona qilib tilovat qiling. Muzammil surasi 1 hamda 4-oyatlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalari o'rinlaridan turib namoz o'qirdilar, hatto oyoqlari shishib ketardi. U zotga: "Yo Rasululloh, Alloh sizning avvalgi va keyingi gunohlaringizni kechirgan bo'lsa ham shundoq qilasizmi?" deyilsa, "Minnatdor banda bo'lmayimmi?" deb javob berar edilar. Imom Ibn Mojja rivoyati. Asvad ibn Zayd aytdi: "Men Oysha radhiyallohu anhodan Payg'ambar alayhisalomning tungi namozlari haqida so'radim. Oysha radhiyallohu anha shunday dedilar: Payg'ambar alayhisalom kechaning avvalida uxlar, keyin turardilar. Sahar vaqti bo'lganda vitr o'qirdilar, keyin joylariga kelardilar. Agar xotinlarga ehtiyojlari bo'lsa, ularga yaqinlik qilar, azonni eshitsalar o'rinlaridan sakrab turar, junub bo'lsalar g'usl qilib, bo'lmasa tahorat olib keyin namozga chiqar edilar." Imom Nasai va Ahmad rivoyati. Payg'ambar alayhisalomning tungi namozlari o'ta hayratomuzki, u bizni uning uzunligi haqida fikrlashimiz hamda uni o'zimizga namuna qilib olishimizga undaydi. Abu Abdullah Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu dedi: "Men kechalarning birida Payg'ambar alayhisalom bilan birga namoz o'qidim. U zot Baqara surasini boshladilar. Men 100-oyatdan so'ng ruku qiladilar deb o'yladim. Biroq undan o'tib ketdilar. Men Baqara surasini bir rakatda o'qir ekanlar-da deb o'yladim. Biroq davom etib Oli Imron surasini boshladilar. Uni ham o'qib tugatdilar. Men endi ruku qilsalar kerak deb o'yladim. Keyin Niso surasini boshladilar, o'qib tugatdilar. U zot har bir harfni dona-dona talaffuz qilar, tasbih zikr qilingan oyatdan o'tsalar tasbih aytar, so'rash bor joyda so'rar, panoh so'rash bor joyda panoh so'rar edilar. Keyin ruku qildilar va subhana robbiyal azim, buyuk Robbimni mushriklar sifatlayotgan yomon noqis sifatlardan poklayman deya boshladilar. Rukularning uzunligi qiyomlariga yaqin miqdorda bo'ldi. Keyin Samiallohu liman hamida, Robbana lakal hamd, Alloh o'ziga hamd aytganlarni eshitadi, Robbimiz senga hamdlar bo'lsin dedilar. Keyin rukulariga yaqin miqdorda uzoq turib qoldilar. Keyin sajda qildilar va subhana robbiyal a'la, Oli Robbimni mushriklar sifatlayotgan yomon sifatlardan poklayman dedilar. Sajdalari ham uzunlikda qiyomlariga yaqin edi. Imom Muslim rivoyati. Payg'ambarimiz o'gitlari. Gunohi kabiralarning navbatdagisi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lmish zinodir. Alloh taolo bandalarni zinoga yaqinlashishdan va zinoga sabab bo'ladigan ishlardan qaytarib shunday deydi: Zinoga yaqinlashmanglar, chunki bu buzuqlikdir, eng yomon yo'ldir. Al-Isro surasi 32-oyat. Furqon surasining 68 hamda 70-oyatlarida Alloh taolo aytadiki, ular Alloh bilan birga boshqa biron ilohga duo iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xoralangan holida mangu qolur. Zinokor ayol va zinokor erkak, ulardan har birini 100 darradan uringlar. Bundan tashqari ular 1 yilga shaharlardan badarg'a qilinadilar. Bu haqda sahih hadis vorid bo'lgan. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirguvchi bo'lsangizlar, Allohning bu hukmida, ya'ni zinokorlarni darralashda sizlarni ularga nisbatan rahm, shafqat tuyg'ulari tutmasin. Agar sizlarning Allohga va oxirat kuniga bo'lgan iymoningiz haqiqiy bo'lsa, u holda sekinroq yoki kamroq urish bilan Allohning zinokorlarga belgilagan jazosini bekor qilmanglar. Ularga rahmingiz kelmasin, chunki zinokor rahm shafqat ko'rsatishga arzimaydigan yaramas, tuban jinoyatchidir. Ularning azoblanishiga bir toifa mu'minlar guvoh bo'lsinlar, deyilgan Nur surasining 2-oyatida. Shunda jinoyatchilar ham jisman ham ruhan qiynaladilar.
Boshqalar ham odamlar orasida sharmanda bo'lishdan qo'rqib, bu qabih ishdan o'zlarini tiyadilar. Chunki ayrimlarga jazolanishdan ko'ra sharmandalik bo'lish kuchliroq ta'sir qilishi mumkin. Ulamolar aytadilar, mazkur jazo bo'ydoq, oila qurmagan zinokorlarga taalluqlidir. Agar zinokorlar oilali yoki ilgari oila qurgan bo'lishsa, ular toshbo'ron qilib o'ldiriladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida bu hukm o'z ifodasini topgan. Mabodo zinokorlar bu dunyoda jazolarini olmasalar va tavba qilmay o'lsalar, bu dunyoda do'zaxda olov qamchilar bilan azoblanadilar. Bunga hadislar hujjat bo'ladi. Muttafaqun alayhi darajasiga ko'tarilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Zinokor zino qilayotgan vaqtida mu'min bo'lmagan holida zino qiladi. O'g'rilik qilayotgan vaqtida mu'min bo'lmagan holida o'g'rilik qiladi. Ichuvchi xamr, ya'ni mast qiluvchi ichayotgan vaqtida mu'min bo'lmagan holida ichadi. Abu Dovud, Tirmiziy hamda Hokim tomonidan rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday dedilar: Agar kishi zino qilsa, iymon undan chiqadi va unga soyabon kabi bo'ladi. Agar zinodan bosh tortsa, iymon unga qaytadi. Yana Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalom aytdilar: Kimki zino qilsa yoki xamr ichsa, xuddi inson boshidan ko'ylagini yechib olgandek, Alloh undan iymonini yechib oladi. Hokim rivoyati, sahih hadis. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: 3 toifa odamga qiyomat kunida Alloh gapirmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi, ularga qaramaydi va ularga alamli azob bo'lur. Ular zinokor qariya, yolg'onchi podshoh va mutakabbir kambag'al. Muslim hamda Nasai rivoyati. Samur ibn Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytilishicha, payg'ambar alayhisalom tush ko'rdilar. U zotning oldilariga Jabroil va Mikoil alayhissalomlar kelishdi. Yo'lga tushdik va tandirga o'xshagan narsa oldiga keldik. Undan shovqin suron eshitilib turardi. Qarasak, uning ichida yalang'och erkak va ayollari bor ekan. Ularga taglaridan olov kelib turar ekan. Ularga shu olov kelganda yaqinlashganda esa qichqirar edilar. Tandirga o'xshagan bino ichidagi yalang'och erkak ayollarga kelsak, ular zinokor erkak va zinokor ayollardir. Buxoriy rivoyati. Zinokorlar qiyomatga qadar mazkur azobga giriftor bo'lurlar. Allohdan avf va ofiyat tilaymiz. Ato rahimahulloh jahannam haqidagi uning 7 darvozasi bo'lur oyatining tafsirida shunday deganlar: Bu darvozalarning eng g'am tashvishlisi, qayg'ulisi, eng issig'i va eng badbo'yi bila turib zino qilgan zinokorlar kiradigan darvozadir. Mahkul Dimashqiy rahimahulloh aytadilar: Do'zax ahliga juda ham badbo'y hid keladi. Shunda ular: Biz bu hiddan ko'ra sassiqroq, badbo'yroq hidni hidlamagan edik deyishadi. Ularga bu zinokorlar farjlarining hididir deyiladi. Tafsir imomlaridan biri Ibn Zayd rahimahulloh aytganlar: Aniqki zinokorlar farjlarining, ya'ni avrat joylarining hidi do'zax ahliga ozor beradi. Alloh taolo Musa alayhisalomga tushirgan 10 ta oyatda o'g'irlik, zino qilma, aks holda sendan yuzimni berkitib olaman degan jumla mavjud. Rivoyat qilishlaricha, shayton qo'shinlarni yer yuziga yubora turib, qaysi biringiz bir musulmonni yo'ldan ozdirsangiz, uning boshiga toj kiydiraman deydi. Ularning eng fitnakorrog'i shaytonga eng yaqini bo'ladi. Ulardan biri shaytonning oldiga kelib, falonchini vasvasa qilavergan edim, oxir u xotinini taloq qildi deydi. Shayton: Hech ish qilmabsan, u yaqinda boshqasiga uylanib oladi deydi. So'ng boshqasi kelib, falonchini vasvasa qilavergan edim, oxiri uni birodari bilan urushtirib qo'ydim deganida, u hech ish qilmabsan, yaqinda qaytadan yarashib oladi deydi. So'ngra boshqasi kelib, falonchini tinmay vasvasa qilgan edim, oxiri u zino qildi deydi. Shayton juda zo'r ish qilibsan deb uni yoniga chorlaydi va boshiga toj kiydiradi. Shayton va qo'shinlarining yomonligidan Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ushbu hadis payg'ambar alayhisalom aytdilar: Iymon bir libosdirki, Alloh uni xohlagan kimsasiga kiydiradi. Agar banda zino qilsa, undan libos yechib olinadi. Bordi-yu tavba qilsa, unga iymon libosi qaytariladi. Bayhaqiy, Abu Dovud hamda Tirmiziy rivoyati. Abu Musa radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytadilar: Kimki ichkilikka mukkasidan ketgan holda vafot etsa, Alloh azza va jalla uni Guvta daryosidan sug'oradi degandilar. Guvta daryosi nima deb so'rashdi? Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam u fohishalarning farjlaridan, ya'ni uyat joylardan oqadigan daryo bo'lib, ularning farjlarining badbo'yi do'zax ahliga ozor beradi dedilar.
Ibn Hibbon hamda Hokim rivoyati. Ya'ni do'zaxda fohishalarning farjlaridan qon yiring oqadi. So'ng mast qiluvchi ichimlikni ichishga odatlanib qolgan kimsalar shu jirkanch ichimlik bilan siylanadilar. Rivoyat qilishlaricha jahannamdagi bir vodiyda ilonlar bo'ladi. Har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek bo'lib, ular namozni tark qiluvchilarni chaqadilar. Ularning zahari inson jismida 70 yil o'z ta'sirini ko'rsatadi. So'ng uning go'shtlari xilvirab uzilib tushadi. Jahannamda Jubbul Huzn, ya'ni qayg'u o'rasi deb nomlangan yana bir vodiy bo'lib, u ilon va chayonlar makoni bo'ladi. Har bir chayon hachirdek keladi. Uning 70 ta nishi bo'lib, har bir nishi zaharga to'la bo'ladi. U zinokorni chaqib zaharlaydi, uning og'rig'i 1000 yil azob beradi. So'ng zinokorning go'shtlari titilib ketadi va farjidan qon yiring oqadi. Rivoyatlarda kelganki, kimda kim oilali ayol bilan zino qilsa, ularning har ikkisiga qabrida islom ummatiga beriladigan azobning yarmi beriladi. Na'uzubillah. Qiyomatda esa Alloh taolo erning foydasiga hukm qiladi. Mazkur holat bu ishdan bexabar bo'lgan taqdirda ro'y beradi. Agar erning xabari bo'lsa-yu, sukut saqlasa, e'tibor bermasa, Alloh unga jannatni harom qiladi. Chunki Alloh taolo jannat darvozasiga sen dayusga haromsan deb yozib qo'ygan. Ahli oilasining fahsh buzuqlik qilishini bila turib, sukut saqlaydigan va rashk or qilmaydigan kimsa dayus hisoblanadi. Rivoyat qilishlaricha, kimki o'ziga halol bo'lmagan ayolni shahvat bilan ushlasa, qiyomat kunida qo'li bo'yniga bog'langan holda keladi. Agar o'psa, lablari olovda qirqiladi. Borida zino qilsa, qiyomat kunida sonlari tilga kiradi-da, uning zarariga guvohlik beradi. Men haromga mindim deydi. Shunda Alloh taolo unga g'azab ko'zi bilan qaraydi. Bu qarashdan badanidagi go'shtlar erib tushadi. U sarkashlik qilib, men bu ishni qilmaganman deydi. Unga qarshi tili guvohlik berib, men halol bo'lmagan so'zlarni so'zlaganman deydi. Qo'llari men haromni ushlaganman desa, ko'zlari men haromga nazar tashlaganman deydi. Oyoqlari men halol bo'lmagan ishga yurib borganman deydi va farji men qilganman deydi. Saqlovchi farishtalardan biri men eshitganman desa, ikkinchisi men yozganman deydi. Alloh taolo men bilib uni yashirganman deydi. So'ngra farishtalarga uni ushlanglar va azobimdan tottiringlar. Darhaqiqat behayo kimsaga g'azabim kuchaydi deb buyuradi. Quyidagi oyat karima bu fikrni tasdiqlaydi. U kunda qiyomatda qilib o'tgan amallari sababli ularning tillari ham, qo'l va oyoqlari ham o'zlarining ziyonlariga guvohlik berur. Nur surasi 24-oyat. Ayrim zinolar boshqalardan ulkanroq bo'lib, ular kishining onasi, opa-singlisi yoki boshqa mahrami bilan qilgan zinosidir. Ibn Abbos roziyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Va kimki mahramiga yaqinlik qilsa, uni o'ldiringlar." Imom Ahmad rivoyat. Barro roziyallohu anhu aytadilar: "Tugun ko'tarib kelayotgan amakimni uchratib qoldim. U kishidan yo'l bo'lsin deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom meni o'z otasining xotiniga, ya'ni o'gay onasiga uylangan kimsaning oldiga yubordilar va uning bo'ynini chopib molini olishimni buyurdilar" deb javob berdilar. Abu Dovud hamda Tirmiziy rivoyati. Alloh taolodan fazl va marhamati ila gunohlarimizni mag'firat etishini so'raymiz. Albatta, u marhamatli, saxovatli zotdir. Bugungi kun. Shayx Xolid Roshidning Ma'siyatlar ummoniga cho'kkanlarning ahvoli deb nomlanmish kitoblarida qani endi bormasaydi degan hikoya e'tiborimizni o'ziga tortdi. Ushbu hikoyaning bo'lgan voqealigini hisobga olsak, dahshatga tushmasdan boshqa chora topa olmaymiz. Shayx shunday hikoya qiladilar. Zalolat, gunoh va ma'siyat to'lqinlari ichida og'ib yurgan bir yigit istiqomat, ya'ni hidoyat yo'liga tushdi. Ma'siyatlardan to'xtab najot kemasiga mindi. Namoz o'qishni boshladi. Masjidga qatnab kechalari Qur'oni Karim tilovati ila mashg'ul bo'la boshladi. Hidoyat soyasidagi hayot lazzatini totgan yigit bir kuni o'zining sobiq do'stlarini esladi. Ular hali ham ma'siyat va gunoh buhronlari ichida g'arq bo'lib yurishibdi. Musulmon do'stimiz ularni ham o'zi kabi tavba va najot kemasiga chiqib olishlari va bu bilan najot topganlar karvoniga yetib olishlarini juda istadi. Ular bilan ko'rishmoq uchun yo'l oldi. Ushbu nasihat haq yo'lga endigina qaytgan, tavba eshiklarini endigina qoqqan har bir insonga qaratilgandir.
Siz ey tavba qilgan do'stim, eski johil do'stlaringizning oldiga yolg'iz bormang. Ularni hidoyatga chaqirishda albatta sizga yordam beradigan biror taqvodor birodaringiz bilan boring. Yoxida ko'pchilikning hamlasi shijoatni ham so'ndirib qo'yadi. Yigit do'stlariga hidoyatni, iymonni ilinib bordi. Lekin fosiq do'stlar unga har tarafdan ta'na-yu malomat o'qlarini yog'dira boshladilar. Ha qora aka, esingizdan chiqib qoldimi? O'zlari ham kechagina biz bilan nimalar qilib yurganlari? Esingizdami falon kundagi yurishlarimiz, yodingizdami falon tungi o'tirishlarimiz? Istihzolar, masxaralar, piching, kesatiqlar, kulishlar. Bu ishlar bilan yigitning eski dardlarini yangilay, endi bitay degan yaralarni yana ko'chira boshlashdi. Undagi iztiroblar yanada ortdi. Yigit uyiga mahzun holda qaytib keldi. Kunlardan birida musulmon yigitning oldida do'stlari, qo'shtirnoq ichidagi do'stlari paydo bo'lib qolishdi. Shu desang, yangi mashina sotib olish uchun falon shaharga ketayotgan edik. Biz bilan borsang yaxshi bo'larmidi deyishdi. Yigit esa taajjubda, ular yana davom etib, biz bilan borsang bizni islomga da'vat qilarding, safar namozlari qanday o'qilishini o'rgatarding. Bilasan-ku, biz hali bularni yaxshi bilmaymiz. Keyin safarda bizga imomlik qilarding deyishdi. Bu safar rejasi yigitga ham yoqib tushdi. Nafsi unga bu safarni ziynatli qilib ko'rsatdi. U do'stlari bilan birga ketdi. Qani endi bormasa edi. Yo'l yurib kechga tomon bir mehmonxonaga qo'nishdi. Yigitni xonada qoldirib, ul-bul xarid qilib kelamiz deb ko'chaga chiqishdi. Fosiq do'stlar shaharni aylanib yurishar ekan, o'zlaricha turli rejalar tuzishar, maslahatlar qilishardi. Ularni bu mash'um rejalari nima qilib bo'lsa-da yigitni avvalgi jaholat va isyon qirg'oqlariga qaytarish edi. A'udhu billahi min zalik. O'sha kuni ular tunni boshqa yerda ayshu ishrat, musiqa-yu kayfu safoda o'tkazishdi. Yigit esa ularni xonada kutib yotardi. Ertasi kuni bu fosiqlar bir yaramas fohisha ayolni topdilar. Unga agar yigit bilan zino qilishga, aroq ichirishga muvaffaq bo'lsa, xohlagan pulini berishlarini aytib ko'ndirishdi. Alloh taolo Anfal surasining 36-oyatida albatta kofir bo'lgan kimsalar mol dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlaturlar degan. Ular fohisha bilan birga mehmonxonaga qaytishgach, bir qo'liga ichimliklar va bir qo'liga musiqa kasetalari bilan magnitofonni berib, yigit yotgan xonaga kiritib yuborishdi. Aroq aqlni oluvchi narsa, musiqa esa zinoga eltuvchi vosita sifatida baholandi yigitlar tomonidan. Fohisha ayol musulmon yigit bilan yolg'iz qoldi. Payg'ambar alayhisalom o'z hadislarida bir erkak bilan nomahram ayol xilvatda yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'lishini aytganlar. Makkora fohisha unga til yog'lamalik qilib suykala boshladi. Yigit o'zini chetga oldi, sekin-sekin gapga solib, bir amallab unga aroq ichirdi. So'ng yana, so'ng esa eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Ayanchli lahzalar o'tdi. Bu sharmandalikka guvoh bo'layotgan xona devorlari bu manzaradan uyalib, yorilib buzilay dedi. Yigit fohishaning qo'ynida to'shakda uyquga ketdi. Yalang'och, g'irt mast, charchagan, toliqqan. Alloh asrasin. Tong otdi, inson qiyofali shaytonlar paydo bo'lishdi. Niyatiga yetgan fojirlar eshikni taqqilata boshlashdi. Butun mehmonxonani boshlariga ko'tarib shovqin solishar, baland ovozda baqirib masxaralab kulishardi. Eshikni fohisha ochdi. U, ana o'rtog'inglar, marhamat ko'rishinglar mumkin dedi. Ular nima gap, nima yangilik deb so'rashdi. U xushxabar, xursandchilik, ana hamma narsani qildi. Aroq ham ichdi, mast ham bo'ldi, birga ham bo'ldik, ko'ngil xushlik ham qildik. Mana to'shakda qip yalang'och qoldi, uxlab yotibdi deya tirjaydi. Hollaringga voy bo'lsin ey fosiqlar. Allohga osiy bo'lgani uchun xursand bo'lyapsizlarmi? Bir-birlaringizga xushxabar aytyapsizlarmi? Kecha namoz o'qib, Qur'on tilovat qilib yurgan do'stlaring bugun shaytonga aldanib, aroq ichib, zino qilib, gunohga burkanib yotgandan shodlanyapsizlarmi? Ey johillar! Xonaga baqir-chaqir, qiyqiriqlar bilan kirib kelishdi. Yigit ko'rpaga o'ralib yotardi. Do'stlari uni turtib uyg'ota boshlashdi. "Hoy qora aka, turing endi. Bo'lar endi mazza qilganingiz. Tura qolsinlar endi hazrat" deya masxaralab uyg'ota boshlashdi. Negadir yigit javob bermas, uyqudan turay demasdi. "Turing endi, kutib qoldik." Yigit yana jim. Shunda ulardan biri yaqinroq keldi-da, yigitni qimirlatib ustidan ko'rpani olib tashladi. Yigit esa qimir etmasdi. Ular hayratlanib uni yonboshiga ag'dardilar. Ne ko'z bilan ko'rishsinki, yigit o'lib yotardi. Fojiaga quloq tutinglar. Namozxon do'stimiz aroq ichib zino qilib fohisha bilan bir to'shakda uyquga ketgan. Shu ketgancha boqiy uyquga ketgan. Tunda ma'siyat ichida to'shakda eng yomon xotima bilan vafot topgan.
Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ey Alloh, axir do'stlari namoz o'qishni, Qur'on tilovat qilishni istamaganmidilar axir? Yigit ularning oldiga ular uchun hidoyatni, iymonni istab kelmaganmidi axir? Shunisi aniqki, u qo'shtirnoq ichidagi do'stlar uni Allohning yo'lidan ozdirish uchun vaqtlarini va mollarini sarf etdilar. Endi o'sha do'stlar uni Allohdan, uning azobidan saqlab qolarmikanlar? Qanaqa do'stlar bo'ldi ular? Alloh taolo qanday ham to'g'ri aytganki: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz ma'lum vaqtgacha ularni o'z g'aflatlarida qoldiring. Biz ularga berayotgan mol davlat va bolalarini o'zlari uchun yaxshiliklarni tezlatishimiz deb o'ylaydilarmi? Yo'q, ular buni g'aflatlari yanada ziyoda bo'lishi uchun qilinayotganini sezmaydilar. Mo'minin surasi 54 hamda 56 oyatlar. Boshqa bir oyatda: Ey Muhammad alayhissalom, xabar beringchi, agar biz ularni uzoq yillar sihat, salomatlik, mol davlat bilan foydalantirsak-da, so'ngra ularga va'da qilingan narsalar, ya'ni azob kelsa, o'sha payt ularga hayoti dunyoda foydalangan narsalari asqoturmi? Shuaro surasi 205-207 oyatlar. Hikoya shu yerda to'xtaydi. Biz bu dahshatli voqeani ayni paytda nima uchun keltirib o'tdik? Bugun ham oramizda mana shunday do'stlar izg'ib yurishibdi. Albatta biz payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, ularning haqqiga duo qilamiz. Hidoyatga yetishishlarini istaymiz. Lekin shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, fosiq do'stlarni o'ylashimiz bilan birgalikda o'zimizni ham unutmasligimiz kerak. Ko'pchilik davriga borayotganimizda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Yuqorida keltirilgan hikoya qahramonlari singari Allohning yo'lidan qaytaruvchilarga uchrasak, yakkalanib qolmasligimiz darkor. Chunki Alloh qachon jonimizni olishini bilmaymiz. Gunoh va ma'siyat botqog'iga botib qolinganida omonatni topshirishdan ko'ra katta musibat yo'q. Mashoyixlar avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deb bejiz aytishmagan. Hammaga Allohdan tavfiq, hidoyat so'rab qolamiz. Hikmatli so'zlar. Agar seni kishilar ustida hukm o'qimoqqa qodir bo'la turganliging ularga zulm qilmoqqa undab qolsa, darhol Allohning senga qudratini, ular oldiga borishing tugamog'ini, ularning senga kelishi voqeligini esla. Umar ibn Abdulazizning hokimlarga yozgan maktubidan. Kishi doimo ilm talabida bo'lsa olimdir. Agar ilm olib bo'ldim deb o'ylasa, u johildir. Xabarlar chashmasi kitobidan. Mendan 5 narsani yod olinglar. Agar sizlar tuyalarni minib, bularni izlasanglar, topishlaringdan oldin tuyalarni holdan toydirib nimjon qilib bo'lasizlar, ya'ni topa olmaysizlar. Banda faqat Robbisidangina umid qilsin. Banda faqat gunohidan qo'rqsin. Johil bilmaganidan so'ramoqdan uyalmasin. Olim bilmaganidan so'rasa, Alloh bilguvchiroq demoqdan or qilmasin. Ali ibn Abi Talib. Sabr iymonda boshning jasaddagi o'rnidadir. Sabri yo'q kishining iymoni yo'qdir. Ali ibn Abi Talib. Hikmat shunday deydi: kim meni izlab topolmasa, bilgan narsasining yaxshisini qilib yomonini tashlasin. Ana shunda garchi meni tanimasida, men u bilan birgaman. Ilm amalga nido qilib uni chaqiradi. Agar nidoga javob berib kelsa, ilm turadi. Aks holda jo'nab ketadi. Sufyon Savriy. Kim yolg'on bilan tanilgan bo'lsa, rostgo'yligi joiz bo'lmadi. Kimki rostgo'ylik bilan tanilgan bo'lsa, gapiga ishonildi. Kim g'iybat, adovatni ko'p qilgan bo'lsa, nasihatiga ishonilmadi. Kim fujur, aldov bilan tanilgan bo'lsa, unga muhabbatda ishonilmadi. Kim o'z qadridan yuqorini da'vo qilgan bo'lsa, qadri inkor etildi. O'zgada yomon ko'ringan fe'lni o'zingda chiroyli sanama. Vahib ibn Munabbah. Hissiyot olami. Hozir mutolaa qilinadigan she'r bugungi dasturimiz mavzuga juda ham mos tushadi. She'riyat bo'stonida topganimizni sizga ilnar ekanmiz. Avvalambor bu chaqiriqni Alloh yo'lida xolis yetkazilayotgan ogohlantirish deb qabul qilgaysiz. Xitobimizni og'ir olmaysiz degan umiddamiz. Mazkur she'rda qalbimizda saqlab qo'yganlarimizni aytamiz. Payg'ambar alayhisalom o'z hadislarida erkak kishilarni o'z ra'iyatidagilarga mas'ul ekanligini bayon qilganlar. Demakki, jamiyatda qanday voqea, hodisotlar ro'y bersa, yutuq va kamchiliklarni ayollardan emas, balki er kishilar o'zlaridan axtarmoqliklari lozim. Ayol tabiatan er kishiga tobe bo'lib yaratilgan. Ular aynan mana shu holatda bor nazokatlari va latofatlarini saqlab olishadi.
Aks holda ularning turmush qopini yelkaga osib, ayollik fitratidan mahrum bo'lib borayotganliklarini ko'ryapmiz, achinmoqdamiz. Qiyomatda Alloh taolo har bir amal xususida savol javob qilar ekanmi? Demak, har bir erkak ayoli uchun ham qanday javob berishini o'ylasin. Dunyo bog'roq dedik, aslida qafas. Nahot charchamaslar, bujag'lar javrab, ayollar fitnaga bo'lsalar sabab, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Zinoyu faxshga yetaklar holat, el ichra deyilsa bu oddiy odat, turli serialdan olinsa ibrat, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Oila degandan obro' yo'qolsa, onalar uyda bosh shaxs bo'lib qolsa, ota o'z qiziga shim sotib olsa, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Ko'ring bu bechora ota soqovni, toqati tugamish yengolmay g'ovni, ona zimmasida topish kiyovni, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Ey xotin bormikan ulmaydi chuyda degan odamlar ham ko'p ko'cha kuyda, bozorda onalar otalar uyda, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Buxoriy tug'ilgan diyorda bugun erlarning vazni yo'q, ayollar yupun, birodar bemalol tomoshang nechun, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Nima bo'ldi axir xalqqa ommaga, hayqirmoq soati keldi hammaga, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Oddiy tomoshabin bo'lmoqlik emas, ovozi boricha hayqirmoq kerak, haqning kalomiga chaqirmoq kerak, ogohlantirish kerak bu avom xalqni, to qadriga yetsin muqaddas sharqini, uning sha'ni uchun turib bersinlar, kerak bo'lsa nafsiy jangga kirsinlar, ahli oilaga jonlari fido, ko'paysin to nusrat berguncha Xudo. So'nggi xitobimni baribir aytkum, kimgadir sal og'ir botsa ham so'zlar, naslimiz hurmati fitrati toza, ayollarni saqlab qolaylik do'stlar, chunki ayollarga bog'liq har narsa. Ayol bor oila erur muqaddas, faxsh agar el ichra oddiy hol bo'lsa, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Biz bugun dasturimizni Toshkent Islom instituti tomonidan sotuvga chiqarilgan va ayni paytda musulmonlarning keng ommasiga manzur bo'layotgan Ismi Azam kitobida keltirilgan bir duo bilan yakunlamoqchimiz. Ali ibn Sulton Muhammad al-Qori tomonidan to'plangan duolar to'plami Ismi Azam kitobida ulamolarimizdan biri Sobit al-Bunoniy hazratlari shunday degan ekanlar: Men Parvardigorim qachon meni zikr qilib eslashini bilaman. Bu so'zni eshitgach, atrofdagilar qo'rqib, buni qanday bilasan deb so'rashibdi. Shunda u, Allohni qachon zikr qilsam, u meni eslab zikr qiladi deb quyidagi oyat karimani o'qib beribdi. Fazkuruni yazkurkum, ya'ni bas meni eslasangiz sizni eslayman. Baqara surasi 152-oyat. Ahzob surasining 41-oyatida esa Alloh Robbil alamin ya ayyuhallazina amanu azkurulloha zikran kaseeran deydi. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Robbini zikr qiluvchi bilan Robbini zikr qilmaydiganning misoli tirik va o'likning misoli kabidir deyiladi. Ushbu hadis Buxoriy hamda Muslim rivoyatlari. Oyat karimalar va payg'ambarimizning hadislari bizni Allohning zikri bilan yashashga targ'ib etmoqda. O'zingiz o'ylab ko'ring, Alloh taolo agar biz uni zikr qiladigan bo'lsak, o'zining huzurida bizni ham zikr etishini aytmoqda. Agar farishtalar olamida, osmon va falakda falonchixon degan nom yangrashini istasak, umrimizni Allohning zikri bilan o'tkazaylik. Qolgan ishlar ham shunga bog'liq ekanligini unutmasligimiz lozim. Keyingi dasturimizgacha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisolamning siyratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan tanishtirish niyatidamiz. 13 ta dastur orqali efirga uzatilayotgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblardan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobdan foydalanilgan. Bomdoddan so'ng Madina kechasining sokinligi tugab, tong yorisha boshlagan paytda masjidda bomdod namozi jamoat bilan o'qilgandan so'ng Payg'ambar alayhisalom quyosh chiqquniga qadar Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lar edilar.
keyin 2 rakat namoz o'qir edilar. Jobir ibn Samur radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom fajr namozini o'qiganlaridan so'ng namozgohlarida quyosh chiqquniga qadar o'tirar edilar. Imom Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhisalom bu buyuk sunnatni qilishga rag'batlantirib, undagi ajru savoblarni eslatdilar. Anas radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom bomdodni jamoat bilan o'qigan, keyin quyosh chiqquniga qadar Allohni yod qilib o'tirgan, so'ngra 2 rakat namoz o'qigan odamga bir haj va bir umra savobi to'la qilib beriladi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat. Choshgoh namozi. Kun yarimlab quyoshning harorati ko'tarildi. Kuydiruvchi garim sel yuziga urila boshladi. Bu choshgoh vaqtidir. Bu harakat va ehtiyojlarni qondirish mahalidir. Payg'ambarlik mas'uliyati, vakillar bilan uchrashish, sahobalarga ta'lim berish va oila a'zolarining haqlarini ado etish kabi og'ir yuklarni ko'tarishlariga qaramay, payg'ambar alayhisalom Alloh taologa ibodat qilar edilar. Muoz radhiyallohu anhu Oysha radhiyallohu anhoga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam choshgoh namozini o'qirmidilar deb so'raganida, ha, 4 rakat va undan ziyoda Alloh xohlagancha o'qir edilar deb javob berdilar. Imom Muslim rivoyat. Choshgoh namozini o'qishni payg'ambar alayhisalom vasiyat qilgan edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Halilim sallallohu alayhi va sallam har oyda 3 kun roza tutish, 2 rakat choshgoh namozini hamda uxlashdan avval vitr namozini o'qishni menga vasiyat qildilar. Buxoriy hamda Muslim rivoyat. Nafl namozlarini uyda o'qish. Ushbu xonadon iymon bilan obod, zikr va ibodat bilan lim-molim edi. Payg'ambar alayhisalom bizning xonadonimiz ham shunday bo'lishi kerakligini ta'kidlab, quyidagi vasiyatni qildilar: Uyingizda ham namoz o'qinglar, uyingizni qabriston qilib olmanglar. Imom Buxoriy rivoyat. Shayxul Islomlardan biri aytadi: Payg'ambar alayhisalom barcha sunnat namozlarini, biror sababga bog'liq bo'lmagan nafl namozlarining barchasini, xususan shom namozining sunnatini uylarida o'qir edilar. O'z zot sunnat namozlarini masjidda o'qiganliklari rivoyat qilinmagan. Nafl namozlarini uyda o'qishning foydalari bor. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashish, xotinlar va bolalarga namoz o'qishni o'rgatish, shaytonlarning namoz va zikrlar sababli uydan quvilishi, amalning riyodan uzoq va ixlosli bo'lishiga sababdir. Payg'ambar alayhisalomning yig'ilari. Erkak va ayollarning ko'pi yig'laydi. Biroq yig'i qanday va kim uchun bo'lishi kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xohlasalar dunyoni qo'llariga olishlari mumkin bo'lgan, jannat oldida va o'zlari jannatning eng oliy maqomida bo'lishlariga qaramay yig'lar edilar. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yig'lar edilar, biroq bu yig'i obidlar yig'isi edi. Payg'ambar alayhisalom namozda Robbisiga munojat qilar yoki Qur'on tilovatini tinglar ekan yig'lar edilar. Bu yig'i qalbning yumshoqligi, yurakning sofligi, Allohning azamatini bilish va Alloh taolodan qo'rqish sababli edi. Mutarrif ibn Abdulloh otasidan shu rivoyatni qiladi: Payg'ambar alayhisalomning namoz o'qiyotganlarini ko'rdim. Yig'laganlari sababli ichlaridan qozonning qaynash singari tovush kelar edi. Imom Ahmad rivoyat. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on o'qib bering dedilar. Men: "Ya Rasululloh, Qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa-yu, men sizga tilovat qilib beramanmi?" dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Men Qur'onni boshqalardan tinglashni yaxshi ko'raman" dedilar. Men Niso surasini hatto va sizni ularning ustiga guvoh qilib olib kelsak oyatiga yetganimda qarasam, Payg'ambar alayhisalomning ko'zlari yosh quyayotgan ekan. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning sochlarining yarmi ochadigan joylaridagi hamda muborak soqollaridagi 18 taga yaqin oq mo'ylar haqida fikr yuritib ko'ring. Payg'ambar alayhisalom bu oq tuklarning sababini muborak tillari bilan qanday bayon qilganiga bir quloq tuting. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, soch soqollaringizga oq tushibdi-ku" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Mening soch soqolimni Hud, Voqiya va Mursalat, amma yatasaalun va izash-shamsu kuvvirat suralari oqartirdi" dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat.